Soat kechki 1dan 2 minut o'tdi. Uyga ketib turganda bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Sababi bu odatiy holat. Video olib shuni obunachilarimga ulashmoqchiman. Xo'sh, bu kuryerlik xizmatidan tashlab ketishgan. Odatda bu restoran bozor kuni ishlamaydi yoki ishlasa ertaroq tugatgan. Ya'ni pochta tashlab ketgan, shu pochta ertalabgacha turadi, hech kim joyini o'zgartirmaydi. Sababi Koreyada shunaqangi ishonch bor. Birov narsasini birov sevmaydi. Xoh kamera bo'lsin, xoh kamera bo'lmasin. Sababi odamlar nazari shu darajada to'q. Keyin birovni haqqiga xiyonat qilishmaydi. To'g'ri, ba'zi bir joylarda olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin Koreyada 10 yil yashab shu narsaga amin bo'ldimki, eshikning tagida ba'zi bir hafta qolib ketsa ham birov olib ketmaydi. Koreya shunaqa davlat.